Assalamu alaikum, musulmon bir tuğanlar. Sizler men Bazar Xabar kanalı. Bugün 9 Mart Bishkek şahrında soğanlar. Bishkek şahrında Madina Savdo Borboridan kurs valutalar ko'rsatib beramiz so'g'anlar. Videoni tartib kurs valutalar aytib ketishdan murda tuğanlar aytib qo'ying. 100 mingda odamlar ko'radi. Tuğanlar like bosib, patcha set qo'llab qo'yingizlar tuğanlar. Bizdan sizlarga kunda Ekimaldan shunday rubl kurs baholarini ko'rsatib aytib beramiz tuğanlar. Buna Eko İslam Bank'ta 84 ekan rubl. 1000 rublinger 840 so'm, satvasanlar 90dan bo'ladi tuğanlar. Na Eko İslam Bank. Bu Demir Bank tuğanlar. Demir Bank'ta 82'den 1000 rublinger 820 so'm, satvasanlar 1070'den bo'ladi. Dollar 98.40'dan bo'ladi, satvasanlar 98.50'den tuğanlar. Shunda bir gana Demir Bank'ta beradi hozir rubl. Oşol yerga barsangar beradi tuğanlar. Главный ofisiga barsangar oşol yerden gana beradi etken. Başka banklar rubl emas, dollarda bermey qo'ydi. Bu Doskredo Bank tuğanlar mına rubl 82 bo'ladi. Satsangar 82, satvasangar 1070'den mına tuğanlar. Dollar 98.40'dan, satvasangar 98.50'den. Shunday bo'ladi mına Doskredo Bank Bishkek shahrida tuğanlar. Kurslar negizle shunday bo'ladi. Bilbeyim, rublda bermey qo'ydilar hozir. Bakay Bank'ta tuğanlar. Dollarda bermey qo'yishdi. Bakay Bank toja sami tuğanlar. Bu yerde даже yıldı eken. 800 eken. 80 eken tuğanlar. 1000 rublinger 800 so'm bo'ladi. Satvasanlar 1050'den. Dollar bolsa 98.40'dan. Satvasanlar